Qur'onda bitta sura bor. U surani jon talvasasida yotgan insonga o'qilsa, joni uzilishi oson bo'ladi. O'liklarga o'qilsa, yotgan joyida huzur halovat oladi. Ularga juda ham ko'p yaxshiliklar yetib boradi. Tajribadan o'tkazgan ustozlarimiz aytadilarki, 40 bora takrorlanib dam solinsa, bemor bo'lsa tuzaladi, sehr jodu tekkan bo'lsa ketadi, g'illig'ashlik vasvasa yetgan bo'lsa daf bo'ladi, nima muammolar bo'lsa tanasida, ruhiyatida hammasiga shifo bo'ladi deganlar. Bu surani o'qib, u bilan zirhlangan inson juda ko'p fitnalardan omonda bo'ladi. Agar uni tadabbur bilan, tafakkur bilan o'qisa, avvalo yaratgan egamga, so'ngra payg'ambar alayhisalomga muhabbati ortadi. İnsanlarning orasida aziz va mukarram bo'ladi. İnsanlarning orasida hurmati ortadi. Bu surani juda ham ko'p fazilatlari bor. Uyida ertalab, kechqurun o'qigan yoki tunda o'qigan yoki shu surani o'qib ortidan duo qilgan insonlarning duolari mustajob bo'lgan. Shuningdek, bu suraga Qur'onning qalbi deya nom berilgan. Ya'ni Qur'onning qalbi deya sharaflangan. Shu suradan Qur'onning boshqa ildizlariga qon yurib boradi. Go'yo insonning yuragidan butun tanasiga qon yurib borgandek. Anglaganingizdek, bu suraning nomi Yasin surasidir. Bu surani biz bilgan va bilmagan juda ham ko'p fazilatlari bor. Ulamolar ana shu fazilatlarni jamlab, sharhlab, alohida tom-tom kitoblar yozganlar va bu kitoblarning orasida meni qo'limga tushib qolgani Yosin Pishkinning Qur'on qalbiga safar, ya'ni Yosin surasini tafsiri, sharhi va uning fazilatlari haqida yozilgan kitob. Bu kitobni o'qib chiqib o'zimga shunchalik ko'p foyda oldim. O'zim bilmagan Yosin surasi haqidagi juda ko'p ma'lumotlarni, juda ko'p fazilatlarni o'rganib, hayotimga tatbiq qilishni boshladim va sizga ham tavsiya qilaman. Agar Qur'onning qalbi hisoblangan Yosin surasining fazilatlarini, yaxshiliklarini o'zingizda mujassam bo'lishini istasangiz, shu kitobni bir olib o'qib chiqing, do'stlaringizga ham tavsiya qiling.